Mana xudo xolasa 2026-yil 28-mart mahallada darvishona bo'lyapti mana. Hamma shetda mana. Tushamiz bo'lyapsiz ham o'zi. Sekin kuchayish bor. Orada video ma o'ramiz. Oling. Ha, men ko'rish bitta просто. Ya ana Ibrohim fermer bilan. Ana hamma shetda YouTube'ga qo'yamiz. Hammani videoga olaylik. Bloger keldi. Oy, yoshlar mana. Bugun qo'chqar boshchiligida, qo'chi boshchiligida qilasan. O'tiran uni oldida ovqatlan. Yedimmi? Bor. Yo'q, yedim. O'tirib. Yaxshi deb olur. Yo'q. Keyin anaqa. Men ham olib qo'y, men ham chi. Faqat bo'lmaydi. Ashetini ko'rsatganmi? Ana. Men aytdim, pul ketsa, telefoning nima? ketmasin. Ana biz mahallaning go'zal bolalari. Ha, mana bu yerda oling, bu yerda. 4 kilo osh. Xudo xolasa 30 yildan keyin ko'ramiz-da buni. O, kesh. Bugun lekin o'zaro mana shu yoshlarning ichida ozgina nimamiz bor-da. Konkurensiyaligimiz, futbol temasi. Yoshlar eriyapti, yoshlarga yutqazib qo'yganmiz. Mana eriyapti. Mana biz xudo xolasa yana bir 30 yildan keyin mana shu akalarimizga yetib olamiz. Endi bu yoqqa bormay qo'ya qolamiz. Boqvoy deb qo'yaylik bir. Rahmat. Qartamizmi? Futbolkani olib qo'ydingmi? Fermerchi fermer. Fermer, ha, arqon tortamiz haqiqatdan. Bir-birini so'kadi bular. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hammaga. Xudo xolasa bir 30-20 oylardan keyin ko'riladi. Adra o'tirsana.